Hop, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum hurmatli hoji onalar, hoji aka, hoji ukalar. Mana bugun biz shu bugunlik kunda Saudiya Arabistonida muborak umra safar amalini bajarish uchun mana yelkadosh bo'lib keldik. Hammalarimiz bir nafas bo'lib Aqsotur firmasini tanlab, Aqsotur firmasi orqali keldik. Mana shu jarayonda Aqsotur firmasi bizlarni yotoqxonalar bilan va qolgan bir imkoniyatlar bilan ta'minlab turishibdi. Aqsotur firmasini tanlaganlikda adashmagan ekanmiz. Demak, biz Aqsotur firmasini rahbariyatiga, ishchi guruhlariga o'z minnatdorchiligimizni hoji akalarimiz, hoji otalar tomonidan izhor etamiz. Hurmatli aziz hoji ota, hoji onalar, biz bugun Saudiya Arabistoni Makka shahrida turar ekanmiz. Biz mana shu yerga kelishimizdan maqsad nima? Demak, kelishimizdan maqsad suyukli payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hammalarimiz bizning aytamiz rahnamomiz deb u kishiga ummat bo'lib bay'at qilganmiz. Demak, shunday ekan, mana osmon bilan yerni bog'lab turuvchi, ya'ni Alloh bilan bandalarni bog'lab turuvchi nur, ya'ni Qur'oni Azimuşşanning ilk oyatlari nozil bo'lgan Jabalur Nur tog'iga keldik. Shuni past qismida turibmiz. Demak, Jabalur Nur tog'ida Hiro g'ori bor. Hiro g'ori. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga kirganlarida Makka ahlini qilayotgan, sig'inayotgan holatlarini, ya'ni butlarga, sanamlarga, boshqa bir holatlardagi sig'inishlarini o'sha Allohning inkor qilib, aytaylik, ota-bobolari sig'inib kelgan dinga mukkasidan ketib, zalolatga ketib yurgan bir paytda payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xalqdan uzilib, yashagan xalq ichidan uzilib, shu Jabalul Nur tog'iga kelib, Hiro g'origa kelib ibodat qilishlikni boshlashadi. Ya'ni tanho qolib, sukunat bilan Allohni eslab ibodatga tushadilar. Ana shu holatda payg'ambarimizning jufti halollari Hadicha Kubro onamiz muhabbatlari kuchliligidan mana Makka shahridan keldik. Masjidul Haromni atrofida yashaganlar. O'sha yerdan kuniga 2 marta shu taxt ustiga nima qilardilar? U kishidan holidan xabar olib, u kishiga suv, xurmo topsalar arpa unidan bir to'g'ram non olib chiqib shekka xabar olardilar. Muhabbati kuchliligidan payg'ambarimizga o'sha o'ta muhabbatini kuchliligidan qilgan. Agar muhabbati kuchli bo'lsa, unday qilmaydi inson, to'g'rimi? Ana shu holatda ayol boshi bilan jufti haloli payg'ambarimiz Rasulullohni nima qilardi? 2 mahal xabar olardi. Shunchaki piyoda kelgan. Kunlarni birida Alloh taborak va taolo ixtiyor qildi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga to'lgan kunlari Jabroil Aminni, ya'ni 4 muqarrab farishta bor. Biri Jabroil, ya'ni Jabroilning vazifasi Alloh bilan elchi bo'lgan payg'ambarlarning o'rtasini bog'lab turuvchi eng muqarrab farishta hisoblanadi. Keyin Isrofil, Mikoil va Azroil, ular to'g'risida gapiryapmiz. Demak, Jabroil Aminga buyurdi. Ya'ni Habibimning oldiga bor. U meni elchi ekanligimni nima qil? Yetkaz. Bu meni elchim. Zalolatda yotgan insoniyatni saodatga yetaklab chiqishlik vaqti keldi. Unga mas'uliyat yuklanadi deb Jabroil Aminni nima qildi? Jo'natdilar. Alloh taborak va taolo. Payg'ambarimiz tanho o'tiribdilar. O'sha holatda masalan o'zingiz o'ylang. Payg'ambarimiz aytadilarki, Jabroilni ko'rdim. Boshi osmonda, oyog'i yerda edi. Shu holat o'zlarining aksi bilan ko'rindi. Keldilar, Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimizga ko'rindi. Payg'ambarimiz qo'qqanlaridan chap tarafga o'girilsalar ham o'nglarida paydo bo'ldi. O'ng tarafga o'girilsalar ham o'sha holatda paydo bo'ldi. Teskari qarashalar ham o'sha tomonda paydo bo'ldi. Va aytdi. Qur'onning ilk oyatlarini Jabroil o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq.
halaqal insana min alaq. Iqra va rabbukal akramul ladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam deb shu oyatni o'qidi. Ya'ni yozishni bilmaydigan, o'qishni bilmaydigan, sizni bizning payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qanaqa o'qishni bilmas edilar, hech qanaqa savotlari bo'lmagan. Shunda payg'ambarimiz Rasululloh aytdilarki, men yozishni ham bilmayman, o'qishni ham bilmayman dedilar. Qaltiragan holatda o'qib turibdilar. Shunda Jabroil alayhisalom 3 marta bag'riga bosib payg'ambarimizni suyaklarni qirsillatgan holatda qo'yib yubordilar 3 marotaba. Ana undan keyin yana aytdiki, o'qi. Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akramul ladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam deb o'qidi. Payg'ambarimiz shunday o'qib ketaverdilar. Ya'ni Jabroil alayhisalom qisganda Alloh taolo u kishiga ilm hikmatini berdi. Ma'qulmi? Ana shu holatda, ya'ni siz elchi bo'ldingiz. Butun xalqni zalolatdan saodatga endi yetaklab chiqishingiz kerak. Haqni haq, nohaqni nohaq ekanligini siz yetkazasiz. Alloh yagonadir. Buni ismi bilan o'qing va hamma insoniyatni nima qiling? Saodatga yetaklang, Allohning yo'liga, yagonaligiga yetaklang dedi. Shunda u kishi tushkunlikka tushib uylariga yetib bordilar. Hadicha onaki birovga aytdilarki, menga bir boshi osmonga tegadigan, oyog'i esa yerga tegib turgan Jabroilman deyapti, aminman deyapti. Keldi, Allohning elchisisan deyapti. Mana shu oyatlarni o'qi, insoniyatni saodatga yetakla deyapti. Menga mas'uliyat yukladi. Alloh mas'uliyatni yuklabdi. Alloh jo'natibdi deganda qo'rqib turibdi-da u kishi. Siz qo'rqmang dedi. Yetimlarning boshini silaysiz, insoniyatga yaxshilik qilasiz, omonatga xiyonat qilmaysiz. Bu kelgan Jabroilda bir hikmat bo'lish kerak. Siz demak sizga yaxshilik kelgan. Yuring, meni amakim bor. Amakim Injilda o'qiydi. Varaqa ibn Nafal degan inson bo'lgan ekan, amakilari. Hadicha Kubra onamizdir. Mana shu kishi Injilda haqiqatini o'qiydi ekan. Shu Injilda ham, Tavrotda ham, Zaburda ham, ya'ni Qur'onning oldingi kitoblarda ham payg'ambarimiz qachon dunyoga keladi, otasi kim bo'ladi, bobosi kim bo'ladi, qaysi urug'dan, qaysi qabiladan tug'ilishliklari, qaysi alomat bilan, qaysi diyorda tug'ilishlari hammasi nima qilinganida bayon qiling, Alloh tomonidan bayon qilingan boshqa vakillar, boshqa payg'ambarlarga yetkazilgan ma'lumoti. O'sha kishining oldiga boradi. Shunaqa mana kuyovingizga amin kelibdi, ya'ni Jabroil kelibdi, farishtaman debdi. Allohning oyatlarini o'qibdi, ilk oyatlarni. Sen payg'ambar bo'lding debdi. Deganda u kishi aytadiki, haqiqatdan ham bu kishini ko'zi ko'r ekan. Agar meni ko'zim tirik bo'lganida, Navqiron bo'lganimda sizni yelkangizni qo'yib sizni himoya qilardim. Xizmatingizni qilardim, dinda ham xizmatini qilib himoya qilardim. Meni yoshim o'tib qoldi. Haqiqatdan ham u amin Allohning elchisi Jabroil bo'ladi. Sizga to'g'ri kelibdi, siz payg'ambar bo'ldingiz deb u kishini tabrikladilar va tasalli berdilar. Kelganlaridan keyin demak o'sha Hadicha Kubra onamiz o'sha kuni payg'ambarimiz qaltirab, qo'rqib, istima chiqib borganlarini o'zidayoq la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb iymon keltirganlar. Bu Varaqa ibn Navfalning oldiga borib kelgandan keyin do'stlari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chaqirib holatni aytdilar, siz rost payg'ambar ekansiz. Men aynan ishondim, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb safga kirdilar. Ya'ni Hadicha Kubra onamiz ayollardan birinchi, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu erkaklardan ikkinchi inson bo'lib nima qildi? Erkaklardan iymon keltirdi. Va shu tariqa qullar, kambag'al insonlar sekin-sekin payg'ambarimiz oldiga to'plandilar va shu tariqa butun o'zlarining qarindoshlari, boshqa qabilalar tish tirnog'i bilan payg'ambarimizga qarshi bo'lib, ota-bobolarimiz dinidan voz kechmaymiz. Sen qanaqa din olib kelyapsan? Qanaqa xudo deyapsan? Biz ota-bobolarimiz dinida qolamiz. Sen yolg'onchisan, kazzobsan, sehrgarsan deb u kishiga malomat qilib, 10 necha yil ta'ziq ostida payg'ambarimiz yashaganlar. Da'vat ham qilganlar, ta'ziq ostida ham yashaganlar. Va shu tariqa payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Madina ahliga bir elchini jo'natganlarida, ya'ni o'sha Madina ahlini aytgan ekanki, payg'ambar agar bizga kelsa, butun jonimiz, molimiz bilan himoya qilib olamiz deb va'da berishgan edi, ahd qilishgan edi.
Ana undan keyin omonlik shahri qilib Alloh taolo keyin payg'ambarimiz Rasulullohga buyurdiki, endi ko'ching. Madina shahriga ko'chib borasiz, omonlik joyi. Siz ana shu yerda islomni nima qilasiz? Tarqatasiz dedilar. Shu tariqa payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib eng oxirgi dafada o'zlari ko'chib ketdilar. Ungacha Allohdan buyruq kelgandan keyin sahobiyalarni sekin-sekin 4ta 5ta qilib nafolaverdi, ko'chirib yuborishdi va eng oxirida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ekinlari yo'lga chiqib Madina shahriga yetib borganlar. Butun Madina ahli boshqa o'sha to'y qishloqlar chiqib payg'ambarimizni marhabo aytib qo'shiqlar bilan nima qildilar, qarshi oldilar va o'sha yerda 10 yil islomni da'vat qildilar va nurni butun dunyoga tarqatdilar. Ana shu Allohning ilk oyatlari zalolatda yotgan insoniyatni saodatga yetaklash uchun Alloh tarafidan jo'natilgan Alloh bilan bandalarni va Alloh bilan yerni bog'lab turuvchi Nur kalomi azimishonning ilk oyatlari nozil bo'lgan Jabalun Nur tog'i Hiro g'orining tepasida shu voqea sodir bo'lgan. Ana shu narsani kuchi yetganlar chiqib tomosha qilib, aytganimdek pastga tushib ketmasdan to'xtataverasiz.